Oydan keldi yuragimga tovushlar, bo'y qizlardek titrab ketdi qamishlar. Oyam söyleydi, oyam yig'laydi, oyam kuladi. Mana shu oyni tovushi, qurbaqani tovushi, mana shu daraxtlarning barglarining tovushi, chigirtkaning chirillashi, bularni hammasi alohida bitta qofiyali she'rday gap. Qishloqda tun shunday kechadi. Nargi betdagi qishloqning nargi chekkasidagi bir odam yo'talsa, bu uydagi odam yotgan joyda eshitadi. Yoki chaqaloq yig'lasa, yig'lashda davom etaversa, shuning bolasi tinchmikin deb uyqusidan kechib xabar olishga boradi. Oy adabiyotimizning katta qahramonlaridan, obrazlaridan biri. Mana shu Oy momo deymiz a? Nimaga Oy bobo demaymiz? Lekin Quyosh bobo deymiz a? Buni allaqachonlar xalq shoirlari, xalqning ichidagi shoirlar ajratib bo'lgan. Ustoz shoirimiz, katta shoirimiz Eshqobul Shukur suhbatlarimizda birinchi kishi e'tirof etib aytganki, Oy momo deb kim birinchi aytgan bo'lsa, cho'ponmi, dehqonmi, cho'liqmi, kimki o'sha gapni birinchi kim aytgan bo'lsa, birinchi shoir o'sha degan. Oyni Oy momo deganda, momoga o'xshatgan. Momo bilan boboning farqini bilasiz. Momo yumshoq ko'ngil bo'ladi. Nevarasini buvasi yo dadasi, otasi uraman desa, qo'ltig'iga haligi kurtasini etagiga yashirib asraydi, e'zozlaydi, ardoqlaydi, mehr bo'ladi. Momo doim bir changal konfet bilan keladi, bir joyga borsa, qand qurs bilan keladi. Bobo qattiq qo'lroq bo'lishi mumkin. Chunki boboda u. Shuning uchun ham oyni Oy momo degan. Bu juda chuqur o'ylangan, asrlar iylayverib chiqargan falsafadan kelgan xulosa bu. Bitta Oy momo ya, nechta harf shu? 6 ta harf. Ana shu 6 ta harfning o'zi bir roman. Buni yozadigan mardak kerak. Bir ikkita to'rtlikdan iborat bir Oy degan she'r bor, o'qib bersam. Bu she'rni aslida yod bilaman, lekin oyning oltita odamni sus bosadi. Chunki oy ham katta shoirada. Oyni mana shu turishining o'zi bir poeziya. Oy dengizlarni chaqiradi, oy yolg'izlarni chaqiradi, oy yerdan zada qanotsizlarga taskin tilab hayqiradi, oy eshitgandim usta mergandan, taqdir odil o'yin tuzarkan, yetim qolsa kiyik bolasi, tunda uni oy emizar. Oyga qarab ulaydi bo'ri. Oyga qarab yig'larkan kiyik bolasi agar yetim qolsa, onasidan adashib qolsa. Mana shunday to'lin oyga. Oy to'lganda inson hissiyotlari ko'tariladi. Dengizlar ko'piradi. Shuning uchun ham oyni kuchini odam his qilishi kerak-da. Mana shu har gal uyga qaytib kelganimda, qishloqda o'tirganda, mana shu nimada so'rida o'tirib oyni tinglayman. Qishloqning tovushini tinglayman. Mana shunday sokinlikda bu tovushlar odamni bezdirmaydi. Bu tovushlar odamni miyasini, ruhini, qalbini, charchoqlarini olib shunday davolaydi-da. Mana shu tovushlar har bittasida qofiya bor, ishonish kerak. Sababi biz o'zimiz eng ongli jonzot, Alloh eng mukarram qilgan inson deb
shoirlar qofiyali yozoladi, biz shoirmiz, boshqalar bizga xizmat qilish kerak deb yuramizda, lekin o'sha bo'rining oyga qarab ulashi doston. Bu yerda juda katta nidolar bor. U Allohga yig'layapti, nido qilyapti, najot so'rayapti. Yoki boya kiyik bolasining, yoki mana shu qurbaqaning hozirgi eshitilayotgan, eshityapsizmi? Ana shu muzikasida qofiyali bu. Mana chigirtka chirilyapti. Ana shularni tinglayman. Hamisha kelganda mana shulardan saboq olaman. To'g'risini aytsam, mana shu tovushlardan, shu tovushlarni mualliflaridan she'r o'g'irlab ketaman.